Eng halol kasblarning biri ustachilik bilan shug'ullanishlik, ziroat qilishlik. Bana keyingisini moshiya deydi arab tilida, chorvachilik bilan shug'ullanishlik. Mana shular kasb hunarlarning eng halollaridan. Farzandiga taom olib kelib berayotgan vaqtda hijolat bo'lmasdan beradigan kasblardan. Rossiyada ishlayotgan odamlar bu yerdan ahli oilasiga to'y qilish uchun, ya'ni uy qurish uchun, umra hajga borish uchun shunga o'xshagan yaxshi niyatlar bilan Rossiyaga safar qilayotgan odamlar bo'lsa, halol kasb uchun inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, Allohning yo'lida yurgan mujohid kabidir. Farzandini, ahli oilasini, o'zini halol kasb bilan boqishlikka niyat qilgan inson Alloh subhanahu va taoloning yo'lida yurgan mujohid fi sabil